narsa shu. Lokatsiyani shunchaki Amerika qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Sizning kanalingizda monetizatsiya, ya'ni pulli bo'lim ochiladi. Bu haqida hali gaplashamiz. Chunki bugun YouTube kanalida qanday qilib monetizatsiyaga ulash bo'yicha mavzuyimiz bor. Tushundingizlar? Birinchi o'rinda lokatsiyasini Amerika qilib qo'yasiz. Ikkinchi o'rinda YouTube'dagi kanal tag qismiga kalit so'zlar bor. O'sha kalit so'zlarni kiritib qo'yish kerak. Kalit so'z nima deydigan bo'lsangiz, tag nima deydigan bo'lsangiz, sizning yo'nalishingiz nimaga moslashganini aniqlab beradigan narsa. Tasavvur qiling, men masalan hozirgi mana shu YouTube kanalim YouTube'dan daromad qilishga mo'ljallangan. Meni asosiy videolarim YouTube'dan pul ishlash, shunaqa narsalar, yo'nalishlar o'rgatish, Amerika YouTube haqida gapirish, shunaqa narsalarni o'rgataman mana shu YouTube kanalimda. Shuning uchun men YouTube kanalimga YouTube'dan pul ishlash degan mavzularni qo'shib qo'yganman. Kalit so'z. Kimdir YouTube'dan, Google'dan xohlagan joydan YouTube'dan pul ishlash deb qidiradigan bo'lsa, meni YouTube kanalim birinchilardan bo'lib kelib chiqadi. Bu qidiruvda muhim. Agar siz YouTube kanalingiz ochsangiz, lokatsiyasini Amerika qilib qo'ysangiz va taglar qismiga nima qilaman, menda yo'nalish yo'q, nima qilishni bilmayapman desiz, shuncha bo'sh tashlab keting. Qachon bironta yo'nalish tanlab, hali yo'nalishlar haqida 10 taga yaqin yo'nalishni o'rgataman bugun men sizlarga. ASMR yo'nalishlari, ko'rsatganda qo'rchoq, men sizlarga bugun mana bunaqangi qo'rchoqli yo'nalishlarni o'rgataman. Mazza qilasizlar hali bugun. Ana shunaqa yo'nalishlarni o'rganib turib, yo'nalish tanlab, keyin shunga moslab ketaverasizlar. Uni daxli yo'q. Hozir birdan ochgandan kalit so'z kiritishim kerak degan narsa yo'q. Uni любой payt yo'nalish tanlagan payt kiritib ketaverasizlar. Ikkinchi qiladigan ishingiz taglarni kiritish. Uchinchi qiladigan ishingiz nastroyka qismidan telefon raqamini tasdiqlatishingiz kerak. Bu eng muhim ishlardan biri. O'zbek nomeriga bemalol tasdiqlatib olsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Amerika YouTube kanali uchun Amerika nomeri shartmi dedi? Yo'q, shart emas. O'zbek nomeriga ham Beeline bo'ladimi, Ucell bo'ladimi, farqi yo'q. Любой kompaniyaga просто SMS kelsa bo'ldi. Qaysidir payt SMS kelmay qoladi. O'sha paytda uydagilarda akangiz, ukangiz, ota-onangiz telefondan raqamdan foydalanib, ularga kod jo'natib, ulardan olsangiz bo'ladi. Uni muammosi yo'q. Telefon raqamini tasdiqlatib qo'yishingiz kerak. Bu birinchi o'rinda bizni videolarimizni ustiga obloshka qo'yishga yordam beradi. 15 minutdan ko'proq videolar qilishga yordam beradi va jonli efirlar qilishga yordam beradi. Telefon raqam tasdiqlash. Eng muhim joyi kanal tarixining yoqilishiga juda ham muhim ishlardan biri. Chunki qachon siz odamligingizni YouTube'ga tasdiqlasangiz, o'shandan keyingina sizning odamligingizga ishonib kanal tarixi tezroq yonadi. Xo'p, to'rtinchi qiladigan ishimiz YouTube kanalimizni to'g'ri dizayn qilish. Ya'ni dizayn qilish deganda shu obloshkalarni, orqa bannerlarni chiroyli qilib qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki bizning kanalimizda videomizni kimdir ko'rsa, rasmi bo'lmasa kanalimizda, bannerlari bo'lmasa kirgan odam xunuk kanal ekan deb obuna bo'lmay chiqib ketishi mumkin. Chiroyli qilib qo'yadigan bo'lsa, chotka qilib qo'yadigan bo'lsa, kirgan odam bitta bosib obuna qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni obunachilarni ozroq bo'lsa ham oshirib berishga kanal dizayn qilish foyda beradi. Ya'ni rasm joyini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Asosiy 4 ta nastroyka. Bu lokatsiyani o'zgartiramiz, taglar qismini qo'yamiz. Agar yo'nalishimiz bo'lsa, yo'nalishimiz bo'lmasa, uni tanlagan paytingiz qo'yib ketasiz. Telefon raqam tasdiqlatib qo'ying, albatta. Undan tashqari dizayn qilib qo'ying. Mana shu 4 ta asosiy nastroykasi. Bu qolganlari mayda-chuyda nastroykalar. Hop, kelinglar sizlar bilan hozir to'g'ri yo'nalish tanlash haqida gaplashib o'tamiz. Sizlarga bitta savol. Amerika YouTube bo'yicha qanaqa yo'nalishlarni bilasizlar? Bitta yozib qoldiringlar. Kim nima yo'nalishda o'zi ishlab ko'rgan, kim kanal ochib ko'rgan, kimdir oramizda o'zi YouTube'dan pul topadimi, yo'qmi, kim qancha pul topgan, kimda qanaqa muammo bo'lgan, bitta yozib qoldirsanglar, men hozir izohlarni o'qiyman. 1 minut, 2 minut savol javob qilib turib, yo'nalishlarni analizga kirib ketamiz. Ya'ni o'zi Amerika YouTube'da qanaqa yo'nalishlar bor? To'liq sizlar bilan hozir o'sha narsalarni ko'rib chiqamiz. Gaming channel, ASMR. Ko'pchilik ASMR bilar ekan. Gaming. ASMR bilmadim. Teleskop, AI va ASMR. AI videolardan pul ishlasa bo'ladimi? Ertaga gaplashib o'tamiz. Sony Intellect videolardan pul ishlab bo'lmaydi ko'pincha holat. 99%. Ertaga gaplashamiz uni. Bilmayman. Roblox, ASMR, gamerlar kanalini bilaman. Gaming reaksiya, ASMR, Teleskop, BMG Drive, ASMR. Ko'pchilik ASMR, BMG ni bilar ekan, bizning yo'nalishlarimiz bilar ekan, chunki ko'pchilik kuzatar ekan. Juda ham xursandman. Aktiv bo'lamiz. Mana ko'pchilik, kelinglar bir boshdan sizlar bilan yo'nalishlarga o'tib ketaveramiz. Birinchi o'rinda eng zo'r yo'nalishlardan biri bu ASMR Baby yo'nalishi. Bu qanaqa yo'nalish deydigan bo'lsangiz, tushuntirib o'taman.
Bu shunaqa yo'nalish, bu Amerika YouTube yo'nalishi hisoblanadi. Bu joyda bu yo'nalishda detskiy, ya'ni yosh bolalar ko'radi. O'zi bizda 100%, 99% yo'nalishlarimiz detskiy hisoblanadi. Detskiy degani yosh bolalar ko'radigan yo'nalish. Chunki YouTube'da yosh bolalar ko'p. Biz qanaqadir yo'nalish tanlayotgan paytimiz auditoriyasi kattaroq yo'nalish tanlashimiz kerak. Chunki videolarimiz ko'proq prosmotr olishiga o'sha yo'nalishda auditoriyasi o'zi bormi, yo'qmi, o'shanga bog'liq. Yosh bolalar dunyo bo'yicha juda ham ko'p va har doim tug'ilishadi va har doim YouTube'da oldida ular video ko'rishadi. Uni o'zingizdan farzandingiz bordir, jiyanlaringiz bo'lishi mumkin, qarindoshlar farzandlari bo'lishi mumkin. Qachon qaramang qo'lida telefon YouTube ko'rib o'tiradi. Qachon qaramang qo'li yo televizorda oldida YouTube ko'rib o'tiradi. Bekorga emas, chunki YouTube'da mana bunaqa videolar odamni o'ziga jalb qiladi. Xo'p, kelinglar, ASMR Baby yo'nalishini ozroqroq tushuntirib o'taman. ASMR Baby yo'nalishi oddiy mana bunaqa vannacha bo'ladi va qo'g'irchoq bo'ladi. Bunaqa vannacha qo'g'irchoqlarni Xitoy do'konlaridan olishingiz mumkin. O'zimizda Toshkentda O'rgizor bozoridan ham topishingiz mumkin. Vannachani topish qiyin. Qo'g'irchoq topishingiz mumkin, vannacha topilishi qiyin. Mana shunaqa 3 ta vannacha bo'lish kerak, 3 ta qo'g'irchoq bo'lish kerak. Uni nima qilasiz? Oddiygina qo'yasiz. Mana bunaqangi o't bo'ladi, zilyonni o't bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ustiga qo'yiladi. 3 ta vannacha, 3 ta qo'g'irchoq qo'yiladi va ustiga har xil shikolatlarni to'kib video qilinadi. Oddiy qo'l harakatlari bilan qilinadigan yo'nalish bu. Murakkab emas. Bunaqa video qilishga 5 minut vaqt ketadi. Hali 3-kun masterklassda men sizlarga o'zim nolda mana shunaqa video qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Necha minut vaqt ketishini ko'rasizlar, qanaqa video qilinishini. Ya'ni bir gap bilan aytganda, bunaqa yo'nalishlar juda ham oson yo'nalishlar hisoblanadi va lubboy odam, lubboy yosh toifasidagi odam jins egasi qila oladi. Erkak kishimiz, ayol kishimiz, 20 ga kirganmiz, 50 ga kirgansizmi, prosta qo'l harakati bilan qo'rchoqlarni o'ynatasiz, boshini silaysiz, shikolatlar, rang-barang shikolatlarni to'kasiz, bo'ldi, qiladigan ishingiz shu. ASMR Baby eng zo'r yo'nalishlardan biri. Bunga nima kerak deydigan bo'lsangiz, hozir ko'rsaman, menga nimani olib berib yuboring. Shtativda. Xo'p, bu yo'nalish uchun kerak bo'ladigan narsa, qaranglar. 3 ta vannacha, 3 ta qo'g'irchoq, mana bunaqangi 1 kvadrat o't, yashil o't va sizlarga Shinurni so'rab yuboring. Sizlarga mana bunaqangi narsa kerak bo'ladi. Ya'ni ko'ryapman deyman. Mana shunaqangi narsa kerak bo'ladi. Bu o'sha bozorlarda o'zimizda sotiladi. Bu nima uchun kerak? Buni yoqasida telefonni qotirib, bu joyga egib qo'yib, o'tni olishingiz kerak. Mana buni shunchaki egasizda svit yoqib, telefonni qotirasizda, qo'l harakatlari bilan, mana bunaqangi harakatlar bilan buni ko'rsatib beraman. 3-kun masterklassga kiradigan bo'lsalar, shunaqa qo'l harakatlari bilan video qilasiz. Mana bunaqangi narsa bozorda o'rtacha 500 ming so'm turadi. 500 ming atrofida. Yaxshisi kattasini yorug'ini oling, chunki yorug' bo'lsa yaxshi. Mana shunaqa narsadan foydalanasiz. Mana shunaqa qo'rchoq narsalar kerak bo'ladi. Qo'rchoq, vannacha, o't, mana bunga o'rtacha bir $100 yaqin pulingiz ketadi. Va bitta oddiy telefon bo'ldi. Sizga hamma narsa yetdi. Telefonni qo'yasiz, video olishni bosasiz, qo'l harakatini ko'rsatasiz, o'zini obloshkalari bor, o'zini video qilish stili bor, o'zini nomlari bor, o'zini teglari bor, qilib turib video qilib yuklab ketaverasiz. Ko'rishingiz mumkin, bitta mana shu kanalda o'zi bitta videosini o'zida 24 million prosmotr qilib 6 oy qo'ygan, 6 oy oldin qo'ygan, bitta video 24 million, bittasi 14 million. 5 oy oldin qo'ygan 8,5 million, 4 oy oldin qo'ygan 6 million 900 prosmotr, 6,5 million to'ri. Bir gap bilan aytganda hozir mana shu yerda bir 50 million yaqin prosmotr. 50 million prosmotr degani bu $50 ming YouTube'dan pul degani. Siz YouTube'da prosmotr ko'rsangiz, mana shunaqangi pulni ko'rishni boshlayvering. Chunki YouTube prosmotriga pul beradi. Buning uchun bunaqa kanallar ko'p ko'riladi siz. Bunaqa kanallar sababi yosh bolalar ko'rgani uchun qayta ko'radi. O'tkazmasdan ko'radi, yig'lab bo'lsa ham ko'radi, janjal qilib bo'lsa ham ko'radi. Bilasizlar, yosh bolalar agar sizda bo'ladigan bo'lsa, janjal qilib bo'lsa ham ko'raman deydi. Uni iloji yo'q. Oxirigacha qayta ko'raveradi, joni tegmaguncha. Shuning uchun bunaqa yo'nalishlar zo'r hisoblanadi. Bundan tashqari ASMR MMS yo'nalishi bor. ASMR yo'nalish juda ham ko'p. Bir yuzlab ASMR yo'nalishlar bor. Men sizlarga hozir O'zbekiston sharoitida qilsa bo'ladigan eng oddiylarni, uydan chiqmasdan qilsa bo'ladigan yo'nalishlarni ko'rsatyapman. Uydan chiqish shart emas, yuzimizni ko'rsatish shart emas, gapirishimiz shart emas bunaqa videolarda. Shunchaki kerakli narsalarni olib turib ASMR qilishimiz kerak. Xo'p, MMS yo'nalish